Bugun men sizga mil 500 million so'm olganlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu xabarni e'tiborsiz qoldirmang, chunki gap faqat bir martalik pul haqida emas, keyingi to'lovlar, qayta hisob-kitob, hujjat tekshiruv va ayrim holatlarda pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin bo'lgan vaziyatlar haqida ketmoqda. Agar siz yaqinlaringiz, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingiz nomiga 1 million 500 ming so'm atrofida yordam, kompensatsiya, nafaqa, subsidiya yoki moddiy ko'mak tushgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men buni oddiy tilda, hujjatlarda uchraydigan murakkab iboralarni maydalab tushuntirib beraman. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kech bilinsa ham odamni ovora qiladi. Ko'pchilik pul tushganini ko'rib xursand bo'ladi, lekin keyin nega meni chaqirishdi? Nega kartamdagi pul ushlab qolindi? Nega qayta ariza yoz deyishdi degan savollar paydo bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'plab fuqarolar moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya yoki bir martalik to'lov bo'yicha ariza topshirgandan keyin javobni uzoq kutardi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir bankka uzoq kutardi, kimdir ro'yxatda bormisiz, yo'qmisiz deb bir necha joydan so'rardi. Pul tushsa, odamlar demak, hammasi to'g'ri ekan deb o'ylardi. Aslida esa ayrim to'lovlarda pul tushgani ham yakuniy qaror degani emas. Ba'zi to'lovlar keyinchalik qayta tekshiriladi. Ayrim ma'lumotlar soliq bazasi, kadastr, bandlik, pensiya, bank va boshqa elektron tizimlar orqali solishtiriladi. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'p jarayonlar elektron tekshiruvga o'tmoqda. Ya'ni sizning arizangizda yozilgan ma'lumotlar faqat mahalladagi suhbat yoki qog'oz hujjat bilan emas, bir nechta davlat bazalari orqali ham ko'riladi. Masalan, oilada nechta kishi ro'yxatda, kimning nomida mashina bor, uy joy bor yo'qligi, rasmiy ish haqi, pensiya, aliment, stipendiya, boshqa yordam pullari, bank kartasiga muntazam tushumlar kabi ma'lumotlar solishtirilishi mumkin. Mana shu yerda syurpriz paydo bo'ladi. Ayrim fuqarolar pulni olib bo'lgandan keyin ham qo'shimcha tekshiruvga tushishi, hujjat so'ralishi yoki keyingi to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, odamlar oldindan bilsin, xatoga yo'l qo'ymasin, o'z haqqini himoya qilsin deb aytyapman. Chunki 1 million 5 ming so'm kichik pul emas. Ba'zi oilalar bu pulga bolalarining kiyimini oladi, dori-darmon qiladi, kommunal to'lovni yopadi, oziq-ovqat xarid qiladi. Lekin hujjat noto'g'ri bo'lsa yoki arizada eski ma'lumot yozilgan bo'lsa, keyin muammo kelib chiqishi mumkin. Eng avvalo, men 1 million 500 ming so'm olgan har bir odamga bir narsani maslahat beraman. Pul qaysi asosda tushganini aniqlang. Ko'pchilik faqat SMS ko'radi, kartangizga 1500 ming so'm tushdi. Lekin bu pulning nomi nima? Moddiy yordammi? Bolalar nafaqasimi? Kompensatsiyami? Subsidiyami? Ishsizlik nafaqasimi? Bir martalik yordammi? Mahalla orqali ajratilgan ko'makmi? Shuni bilmasangiz, keyingi qadamni ham to'g'ri qila olmaysiz. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Oilada ona 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishsiz, oilaning rasmiy daromadi past. Ariza topshirilgan, 1 million 500 ming so'm yordam tushgan. Agar oilaning haqiqiy holati arizadagi ma'lumotga mos bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Lekin agar turmush o'rtog'i aslida rasmiy ishga kirgan bo'lsa-yu, bu ma'lumot arizada yangilanmagan bo'lsa, keyin elektron tizim buni ko'rishi mumkin. Shunda savol tug'iladi. Yordam tayinlangan paytda oilaning daromadi mezonga mos edimi yoki yo'qmi? Ikkinchi vaziyat, pension ayolga 1 million 500 ming so'm ko'mak tushdi. U bu pulni dori-darmon uchun ishlatdi. Keyin mahalladan qo'ng'iroq qilib pasportingiz, plastik karta ma'lumotingiz, oilaviy tarkibingizni olib keling deyishdi. Ko'pchilik bunday chaqiriqdan qo'rqadi. Aslida bu doim ham yomon belgi emas. Ba'zan tekshiruv faqat ma'lumotni yangilash uchun bo'ladi. Lekin pensionerning nomida ijaraga berilgan uy, qo'shimcha daromad yoki boshqa manba bo'lsa, bu holat alohida ko'rib chiqiladi. Uchinchi vaziyat. Bir yigit ishini yo'qotgan, bandlik organiga murojaat qilgan. Unga vaqtincha yordam yoki kompensatsiya sifatida 1 million 500 ming so'm tushgan. Oradan 2 hafta o'tib u ishga kirgan. Mana shu yerda nozik masala bor. Agar yordam faqat ishsiz davr uchun berilgan bo'lsa, ishga kirganini vaqtida ma'lum qilish kerak. Aks holda keyingi oy ham to'lov chiqib ketsa, keyin ortiqcha to'langan summa deb hisoblanishi mumkin. 4-vaziyat. Oila ariza topshirgan. Lekin oiladagi katta farzand boshqa viloyatda ishlaydi.
ro'yxatda u shu uyda turgan bo'lishi mumkin, ammo amalda alohida yashaydi. Tizim esa uni oilaning a'zosi sifatida ko'rib, daromadini umumiy hisobga qo'shishi mumkin. Natijada oila bizning daromadimiz kam deydi. Tizim esa ro'yxatda turgan odamning daromadi bor deydi. Bunday holatda hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Alohida yashashi, ijara shartnomasi, ish joyi, boshqa manzilda yashayotganini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz ariza berganingizda barcha ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatgan bo'lsangiz, oilaviy tarkib yashirilmagan bo'lsa, daromadlar noto'g'ri yozilmagan bo'lsa, nomingizda yashirilgan mol-mulk bo'lmasa, boshqa yordam pullarini olganingizni berkitmagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan jiddiy muammo bo'lmaydi. Tekshiruv bo'lsa ham siz hujjatlarni ko'rsatib vaziyatni tushuntirasiz. Lekin men shuni ham aytaman, men hech narsani yashirmadim deyishning o'zi yetarli emas. Har bir yordam turi uchun mezon bor. Masalan, ayrim hollarda oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad hisoblanadi. Ayrim hollarda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, bolalar soni, uy-joy sharoiti, ishsizlik holati, kasallik yoki favqulodda xarajatlar inobatga olinadi. Shuning uchun hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, siz ancha xotirjam bo'lasiz. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odamlar pul tushgandan keyin cheklarni, shifokor ma'lumotnomalarini, ariza nusxasini, bank SMS'larini saqlamaydi. Keyin biror savol tug'ilganda nima asosda pul olganini ham, qachon murojaat qilganini ham eslay olmaydi. Oddiy misol. Siz dori uchun yordam olgan bo'lsangiz, dorixonadan olingan chek, retsept yoki shifokor tavsiyasi sizga yordam beradi. Bolaning ehtiyoji uchun yordam olgan bo'lsangiz, tug'ilganlik guvohnomasi, maktabdan ma'lumotnoma, xarajatni tasdiqlovchi hujjatlar muhim bo'ladi. Endi eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joylarni aytaman. Birinchi nozik masala, pul tushganisiz doimiy ravishda pul olaverasiz degani emas. 1.500.000 so'm bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar bir marta tushdi, endi har oy tushadi deb o'ylaydi. Keyin kelasi oy pul tushmasa, bankka, mahallaga, hokimiyatga yuguradi. Shuning uchun yordamning turi va muddati aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala, karta egasi va yordam oluvchi shaxs bir xil bo'lishi kerak bo'lgan holatlar bor. Ba'zan pul ona nomiga tayinlanadi. Lekin boshqa qarindoshning kartasiga tushirilishini so'rashadi. Hamma tizim bunga ruxsat bermasligi mumkin. Agar karta ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul kechikishi, qaytish yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. Ayniqsa plastik karta muddati tugagan, karta bloklangan yoki bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, muammo chiqadi. Uchinchi nozik masala, ro'yxatdagi manzil va haqiqiy yashash manzili. Ko'pchilik bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Ariza esa mahalla bo'yicha ko'riladi. Agar siz boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, buni izohlashga tayyor bo'ling. Masalan, ijarada yashayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasi bo'lsa yaxshi. Shartnoma bo'lmasa, mahalla ma'lumotnomasi, qo'shnilar tasdig'i yoki boshqa hujjat so'ralishi mumkin. To'rtinchi nozik masala, oiladagi daromad faqat oylik ish haqi emas. Rasmiy pensiya, stipendiya, aliment, ijara daromadi, tadbirkorlik tushumi, fermerlik daromadi, ayrim hollarda bank hisobidagi muntazam tushumlar ham ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, bir oilada o'ta rasmiy ishlamaydi, lekin har oy kartasiga 30.000 so'm atrofida pul tushadi. U bu qarindoshlar yuborgan pul deydi. Tizim esa buni doimiy tushum sifatida ko'rishi mumkin. Bunday holatda pulning manbasini tushuntirish kerak bo'ladi. 5-chi nozik masala, avtomobil va ko'chmas mulk. Ba'zi yordam turlarida oilaning nomida qimmat avtomobil yoki ortiqcha uy-joy bo'lsa, ariza rad etilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu yerda ham hamma narsa avtomatik emas. Masalan, nomingizda eski, yaroqsiz mashina turib qolgan bo'lishi mumkin yoki uy meros bo'lib qolgan, lekin unda boshqa qarindoshlar yashayotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda hujjat bilan izohlash muhim. Men eng katta xatoni aytaman. Odam pul tushgach, bo'ldi, ish bitdi deb o'ylaydi. Aslida siz kamida 3 narsani tekshirishingiz kerak. Birinchisi, pul qaysi tashkilotdan tushdi? Ikkinchisi, to'lov nima uchun berildi? Uchinchisi, bu pul bir martalikmi yoki davomiy to'lovning bir qismimi? Shuni bilmasdan pulni ishlatib yuborish keyinchalik tushunmovchilik keltiradi. Yana bir xato. Arizada eski telefon raqami yoziladi. Keyin qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, sizga bog'lana olishmaydi. Natijada arizangiz rad etilishi yoki keyingi bosqichga o'tmay qolishi mumkin.
Agar telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, murojaat qilgan joyingizga borib, yangi raqamni yozdiring. 3-xato. Odamlar og'zaki gapga ishonib qoladi. Falonchi aytdi, hamma olarkan, qo'shnim oldi, men ham olaman. Bankdagi tanishim shunday dedi. Degan gaplar hujjat o'rnini bosmaydi. Har bir yordamning o'z sharti bor. Qo'shningizning oilaviy holati siznikiga o'xshagan bo'lishi mumkin, lekin daromad, ro'yxat, farzandlar soni, mulk holati yoki ariza sanasi boshqacha bo'lishi mumkin. 4-xato, hujjatlarni rasmga olib saqlamaslik. Men har doim maslahat beraman. Ariza topshirsangiz, ariza raqamini yozib oling. Ma'lumotnoma bersangiz, nusxasini saqlang. Bankdan pul tushgan bo'lsa, SMS ni o'chirib yubormang. Iloji bo'lsa, telefoningizda alohida papka oching. Pasport nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, shifokor hujjati, ijara hujjatida, bank rekviziti, ariza sanasi hammasi turib tursin. Endi aniq yo'l yo'riqqa o'tamiz. Agar sizga 500 ming so'm tushgan bo'lsa, birinchi qadam bank ilovangiga kiring yoki SMS xabarini ko'ring. To'lov izohida nima yozilganini tekshiring. Ba'zan ijtimoiy to'lov, moddiy yordam, kompensatsiya, nafaqa, subsidiya kabi yozuv bo'ladi. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankdan to'lov manbasini so'rang. Bank hamma narsani batafsil tushuntirib bermasligi mumkin, lekin pul qaysi tashkilot orqali kelganini aniqlashga yordam beradi. 2-qadam, ariza bergan joyingizga murojaat qiling. Agar mahalla orqali bo'lgan bo'lsa, mahalla mas'ul xodimidan so'rang. Menga tushgan 500 ming so'm qaysi qaror yoki qaysi yordam turi bo'yicha berildi? Bu bir martalikmi yoki davomiy to'lovmi? Mendan qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Savolni aniq bering. Shunda javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Oilaviy tarkibda o'zgarish bo'lganmi? Farzand tug'ilganmi? Kimdir ishga kirganmi? Kimdir ro'yxatdan chiqqanmi? Karta raqamingiz o'zgarganmi? Agar o'zgarish bo'lsa, uni yashirmang. Yashirish qisqa muddatda qulay tuyuladi, lekin keyin ortiqcha to'lov yoki rad javobi bo'lib qaytishi mumkin. 4-qadam, daromad bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Agar ishlasangiz, ish joyidan ma'lumotnoma oling. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlik organda ro'yxatda turganingizni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar aliment olayotgan bo'lsangiz, aliment miqdorini ko'rsatuvchi hujjatni saqlang. Agar pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumot foydali bo'ladi. Agar norasmiy yordam qarindoshlardan pul o'tkazmasi bo'lsa, uning manbasini izohlashga tayyor bo'ling. 5-qadam, agar sizdan pulni qaytarish talab qilinsa, darhol vahimaga tushmang. Avvalo yozma asos so'rang. Qaysi sababga ko'ra ortiqcha to'lov deb hisoblandi? Qaysi davr uchun qanday hisob-kitob qilingan deb so'rang. Og'zaki qaytarasiz deyish bilan ish bitmaydi. Siz hisob-kitobni ko'rishga, e'tiroz bildirishga, xato bo'lsa tuzatishni so'rashga haqlisiz. 6-qadam, agar siz yordamga haqli bo'lsangiz, lekin rad javobi olgan bo'lsangiz, sababini yozma ko'rinishda oling. Masalan, daromad yuqori, oilaviy tarkib mos emas, hujjat yetarli emas, mulk mavjud kabi sabab ko'rsatilishi mumkin. Shundan keyin muammoni bartaraf qilasiz. Yetishmagan hujjatni qo'shasiz. Noto'g'ri ma'lumotni tuzatasiz. Alohida yashashni isbotlaysiz yoki daromad hisob-kitobini qayta ko'rib chiqishni so'raysiz. 7-qadam, ariza yozishda matnni aniq yozing. Masalan, menga 1 500 ming so'm miqdorida tushgan to'lovning turi, tayinlanish asosi va keyingi to'lovlarga ta'sir bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar rad javobiga e'tiroz bo'lsa. Oilamning haqiqiy daromadi va tarkibi noto'g'ri hisoblangan deb hisoblayman. Hujjatlarimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozasiz. Har bir arizaga sana qo'ying, nusxasini saqlang. Keling, yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 3 farzandli oila, otaning oyligi 200 ming so'm, ona ishlamaydi. Bolalardan biri bog'chaga boradi. Oilaga 500 ming so'm yordam tushdi. Agar oilaning umumiy daromadi belgilangan mezondan past bo'lsa, bu yordam asosli bo'lishi mumkin. Lekin otaning ish joyida qo'shimcha ustama yoki mukofot bo'lgan bo'lsa, ayrim oylar daromad yuqori ko'rinishi mumkin. Shunda oila o'rtacha daromad qaysi oylar bo'yicha hisoblanganini bilish kerak. Ikkinchi misol, yolg'iz ona 2 farzandni tarbiyalaydi, aliment olmaydi. Unga 1500 ming so'm tushdi. Keyin tizimda
sobiq turmush o'rtog'i bilan hali rasmiy nikoh bekor qilinmagani ko'rindi. Bu holatda yolg'iz ona maqomi bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Ayol amalda alohida yashayotganini, aliment olmayotganini, bolalarni o'zi boqayotganini hujjatlar bilan ko'rsatish kerak bo'ladi. Demak, faqat hayotdagi vaziyat emas, rasmiy hujjatlardagi holat ham muhim. Uchinchi misol, talaba yigitning kartasiga 1500 so'm tushdi. U buni stipendiya yoki yordam deb o'yladi. Keyin ma'lum bo'ldiki, to'lov nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun ajratilgan ko'mak ekan. Agar talaba haqiqatan ham ushbu toifaga kirsa, muammo yo'q. Lekin hujjatda xato bo'lib, boshqa odamning to'lovi noto'g'ri kartaga tushgan bo'lsa, pulni ishlatish katta muammo keltirishi mumkin. Shuning uchun tushgan pul sizga tegishli ekanini aniqlamasdan, ayniqsa kutilmagan katta summa bo'lsa, shoshilmaslik kerak. To'rtinchi misol, bir oilaga moddiy yordam berilgan, lekin oilaning nomida ikkinchi uy borligi aniqlangan. Oila esa bu uy aslida yashashga yaroqsiz, eski, ta'mir talab ekanini aytadi. Bunday holatda kadastr hujjati, uy holatini tasdiqlovchi dalolatnoma, fotosuratlar, mahalla ma'lumotnomasi yordam berishi mumkin. Chunki tizim faqat mulk bor deb ko'rishi mumkin. Lekin mulkning real holatini inson tekshirishi kerak bo'ladi. 5-misol, fuqaro 1500 ming so'mni olgan, keyin boshqa tumanga ko'chib ketgan. Keyingi to'lovlar chiqmay qoldi. Sabab oddiy bo'lishi mumkin. Yashash manzili o'zgargan, ariza eski hududda qolgan, yangi hududda ma'lumot yangilanmagan. Demak, ko'chish, ro'yxatdan o'tish, oilaviy tarkib o'zgarishi kabi holatlar darhol yangilanishi kerak. Eng avvalo, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 1500 so'm olganlarga yana qo'shimcha pul chiqarib beraman. Kartangiz raqamini, SMS kodini yuboring, ma'lumotlaringizni yangilab beraman degan odamlarga ishonmang. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, parolini, ilova kodini bermang. Davlat yordami yoki ijtimoiy to'lov uchun sizdan shubhali havola orqali karta ma'lumotini kiritish talab qilinsa, bu juda katta xavf belgisi. Ikkinchi ehtiyot chorasi, qarindosh nomiga rasmiylashtirish masalasi. Ba'zi odamlar mening nomimda mashina bor, yordam chiqmaydi, arizani onamning nomiga beramiz deb o'ylaydi. Agar aslida bir xo'jalikda yashasangiz, daromad va mulk baribir ko'rilishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik yordamni qaytarish, arizani rad etish yoki boshqa huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uchinchi ehtiyot chorasi, qarzdorlik va karta blokirovkasi. Ba'zi fuqarolarning bank kartasida kredit qarzi, aliment qarzi yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lov tushganda uning ushlab qolinishi masalasi har doim ham oddiy emas. Agar siz ijtimoiy yordam sifatida tushgan pul ushlab qolindi deb hisoblasangiz, bankdan va ijro organidan yozma-izoh so'rang. To'lovning maqomi muhim. U oddiy tushummi yoki ijtimoiy himoya to'lovimi? Shunga qarab yondashuv farq qilishi mumkin. To'rtinchi ehtiyot chorasi, muddatlar. Ariza topshirish, qayta ko'rib chiqish, e'tiroz berish, hujjat qo'shish muddatlari bo'lishi mumkin. Keyin boraman deb yurish zarar keltiradi. Agar sizga qo'shimcha hujjat olib keling deyishsa, imkon qadar tezroq olib boring. Agar rad javobi bo'lsa, sababini o'sha zahoti aniqlang. Muddat o'tib ketgach, qayta boshlashga to'g'ri keladi. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Har qanday pul tushumiga oddiy ko'z bilan qaramang. Ayniqsa 1.500.000 so'm kabi yirikroq yordam pullarida tartib kerak. Bir varaq daftar tuting yoki telefoningizda yozuv oching. Qachon ariza berdingiz? Kimga berdingiz? Qaysi hujjatlarni topshirdingiz? Pul qachon tushdi? Qancha tushdi? Kim bilan gaplashdingiz? Hammasini yozib boring. Bu oddiy odat sizni keyinchalik katta ovora bo'lishdan saqlaydi. Agar hujjatlarda xato topsangiz, uni yashirmang, tuzating, masalan. Oilaviy tarkibda ortiqcha odam ko'rsatilgan bo'lsa, ma'lumotni yangilang. Daromadingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ish joyidan aniq ma'lumotnoma oling. Karta raqami almashgan bo'lsa, yangi rekvizitni bering. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, hujjatingiz to'g'ri bo'lsa, o'z haqingizni talab qiling. Lekin buni janjal bilan emas, yozma murojaat, aniq savol va hujjat bilan qiling. Yana bir muhim maslahat. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Hamma 1500.000 so'm oladi. Bugun oxirgi kun. Faqat pasport yuborsangiz bo'ldi kabi gaplar ko'p bo'ladi. Rasmiy manbani tekshiring, mahalladan so'rang, bankdan aniqlang. Tegishli tashkilotga murojaat qiling. Sizning shaxsiy ma'lumotingiz
va kartangiz xavfsizligi pulning o'zidan ham muhim. Demak, 1,5 million so'm olganlar uchun asosiy syurpriz shuki, pul tushgani bilan ish tugamaydi. Ayrim hollarda ma'lumotlar qayta tekshiriladi. Hujjatlar so'raladi, keyingi to'lovlar qayta hisoblanadi yoki xato bo'lsa tuzatish talab qilinadi. Kim hujjatini to'g'ri yuritsa, daromadini yashirmasa, oilaviy holati aniq ko'rsatsa, ortiqcha xavotirga tushmaydi. Kim esa pul tushdi, bo'ldi deb beparvo bo'lsa, keyin o'zi bilmagan savollarga javob berishga majbur bo'lishi mumkin. Men sizdan so'rayman. Agar sizga yoki tanishingizga 1500 ming so'm tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Bu pul qaysi yordam turi bo'yicha kelgan? Keyin qo'shimcha hujjat so'rashdimi yoki yo'qmi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Eng muhimi, hujjatlaringizni tartibga keltiring. To'lov manbasini aniqlang va o'z haqingizni bilim bilan himoya qiling.